Mebel ishlab chiqaruvchilar uchun ajoyib layfhak mana buni qaranglar. Endi mebel вообще endi bir yangi urovga chiqib ketib qoldi. Mebel ishlab chiqaruvchilarga yuborib qo'yinglar. Mashalloh. Kimga bu? Mollarga. Mana bu mollar uchun yaratilgan matras ekan. Avval mana shu matrasni ichiga boshqacha qilib mollarni o'tloqda yurgandek bo'lsin deb yumshoqroq qilishgan ekan. Bir necha yillardan keyin sinovdan o'tgandan keyin bunisi bo'lmabdi-da. Oxiri mollar aytdi, bu bo'lmaydi, brat bu degan ekan. Mana bunaqasini boshqasini qilishdi. Bilasizmi nimaga? Tuyoqdan juda ham katta muammo kelar ekan. Tuyoqdan keladigan muammolarga va chizzalar shu yurganda chizzalarda turli xil kasalliklar bo'lib, uni orqasida sutga o'tib, odamlarning, insonlarning sog'ligi uchun mana shu xavfni yuzaga keltirar ekan. Mana shuni oldini olish uchun. Qaranglar, ilm qayoqqa ketib qoldi-ya. O'zim sinab ko'rdim, qaranglar. Agar chizza bilan turadigan bo'lsa, mana ustidagi materiali suv bilan bo'ladigan bo'lsa, mana qo'l bilan xuddi bu mol bu tuyoqni yurgandek bir o'laydigan bo'lsa, mana bir ozgina diskomfort bor. Mana bu yaxshi bo'ldi. 500 lik mehmonxona, mollar xursand, effektivность yuqori degan mana. Haqiqatan buni ashunisi boshqacha. Real. Qo'lga ham botishi, materialni o'zida ham mana chizzani botishlari ham mollarni tilini tushunarmikan bular? Bizni mollar qayerda yotdi? Qanaqa bu yotadigan joyi haqida yozinglar, akalar, yozinglar. Bu nima qayerda yotdi mollar? Bularni qarang, qayerga yetib qoldi. Qayerda yotishi, yumshoqligi, qattiqligi avval bunaqa bo'lgan, hozir bunaqa bo'ldi. Ilm shu darajaga yetib ketdi, chizzasini shilinishigacha o'lchab, aniqlashtirib, sigirlarda sinovdan o'tkazib, sigir xursandligidan, kayfiyati shu yaxshiligidan samaradorligi oshdi buni. O'sha vaqtda qarang, ilmni qarang, qayerdan o'rganib kelib, ichlarigacha hammasini o'rganib, oxiri mana brat, rahmat deb turgan joyda rasmga olishgan. Bu prosta nima bo'lyapti o'zi akalar? Bitta ma'lumotni eshitib, boya hayratda qoldim, yig'lab yuboraydi mana. Mana uni qaranglar, bu haligi matras mavzusi davom etyapti hali ham. Buni ichida suv bor ekan. Suv avvalgisida shunaqa qilingan ekan. Suvi mollar yurgan paytda buni isitish mumkin, sovutish mumkin. O'tloqda o'tlab yurgandek ashishini bo'lish uchun bularga qilib berilgan ekan. Ma'lum bir vaqtdan keyin buni kamchiligi aniqlashtiribdi. Bundan keyin buni tagida suv, ustiga matras, hali 5 yulduzlik mehmonxonalardagi sharoit bor, o'shani yaratib beribdi. Bu sut bilan go'shtga realni ta'sir bo'lganini hisoblab chiqishdi bular. Xullas ko'rdik, mana yangilik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, gaplashinglar bular bilan. Bo'pti, maslahatini olinglar bularni. Maslahatini Kanadadan kelib shuncha bir ma'lumot beraman deb kelgan dunyoni kim boradi Kanadaga viza ham bermaydi. Bunda yotgan mollar bilan bunda yotgan mollarni solishtirganda 40% gacha effektivность. Bu dahshat bu o'rtoqlar, dahshat bu. Qaranglar, molni chizzasi bo'lmasligi uchun bu qanaqa sharoitlarni qilib bular bizga ko'rsatib beryapti. Yav hayrat edik. Mol deb o'ylaymiz-ku. Molni ishida shuncha hurmat, shuncha qiymat borligini ko'rib hayronman. Tadbirkorlar albatta mana shunaqa joyga kelganda bugungi kunda innovatsion yoki boshqa loyihalardan albatta boxar bo'lib, buni hayotga tatbiq etishlari shart. Tavsiya beraman, albatta kelinglar, ko'ringlar, hayotga tatbiq qilinglar akalar. Boshqa gap so'z yo'q. Marhamat.